Obunachilarimiz uchun Avtoman Depal avtosaloni menejerlaridan emas, shaxsan direktorlarning o'zidan ba'zi savollarimizga javob olamiz. Assalomu alaykum Komil aka. Assalomu alaykum. Avtoman Depal avtosalonimizni mana shu boshlang'ich to'lovsiz avtomobil xarid qilsa bo'ladi deyapti. O'sha qanchalik to'g'ri? Albatta, bu to'g'ri ma'lumot. Faqatgina biz boshlang'ich to'lovsiz olish uchun nimadir недвижимость, ya'ni mashinadan qimmatroq turadigan narsani garov evaziga qo'yiladi. Bundan tashqari boshlang'ich to'lov 20% dan ham 5 yil muddatgacha bemalol mashinani olib ketsangiz bo'ladi. Va yana bitta qiziq ma'lumot sizlarga aytib o'taman. Kimdir черный spiskaga tushib qolgan bo'ladi. Bank одобрение bermaydi. Ana ular uchun ham Chang'an Depal avtosaloni har doim eshigi ochiq, bemalol kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Kuningizda ishni bir kunda bajarib beramiz. Undan tashqari aka, biz adresimizni eslatib o'tib ketamiz. Yashnobod tumani, Chang'an Depal Maftunquli ko'chasida joylashgan. Xullas, osonini aytaymi aka. Navigatorga, Yandexga Chang'an Depal Yashnobod deb yozasiz, mana bizning joyimizga yetib kelaverasiz. Bundan tashqari bonuslar ham bor. Bonus albatta siz uchun eng foydali bonuslarni mana men qilib beraman. Faqat kelganingizda gaplashamiz. Salomat bo'ling.